Hızır aleyhissalom Bani İsrail bozorlaridan birida yursa, bir odam kelib Allah uchun pul berdi. Hazrat Hızır aleyhissalom yig'lavar edilar. Yo'q pul, bir tiyin yo'q Hızır aleyhissalomda. Pulim yo'q edi-yu, birodar. Allohga iymon keltirgan bo'lsang, Alloh uchun ber. Hazrat Hızır aleyhissalom aytdilar, meni sotgin. Nech pulga olsa olgin, men Alloh uchun deganingda rad qilolmayman. Qul bozoriga olib keldi. Hadi soilni ham qarang qiraligin. Qul bozoriga olib kelib 400 dirhamga sotdi Hızır aleyhissalom.